Sochlaringizni qanday qilib 20 daqiqa ichida sog'lomlashtirish va yaltirashga erishish mumkin? Biz hozir sizlarga buning sirrini aytib o'tamiz. Siz sochlaringizni samarali yaltirash va uni sog'lom qilish uchun juda oson va tez yordam beruvchi niqobdan foydalanishni xohlaysizmi? Demak, bu niqob aynan siz uchun deya bemalol ayta olamiz. Asosiysi bu niqobni tayyorlash sizning bir necha daqiqa vaqtingizni olib, juda ham arzon hisoblanadi. Ko'pchiligimiz aspirin dorisi haqida ko'p eshitganmiz va bu dori vositasi hayotimizda ham eng ko'p qo'llanuvchi dori vositalardan biridir. Aspirinning yana bir siz bilmagan sir san'ati shundaki, aspirin sochlarimizni mustahkam va jilovdor qilishda ham foydasi juda kattadir. Bu dori tarkibidagi salitsil kislotasi sochlarimizning sog'lom mustahkam bo'lishi uchun asosiy o'rinni egallaydigan eng asosiy vositadir. Bu niqobni tayyorlash uchun 4 dona mayda aspirin tabletkalari va shampun kerak bo'ladi. Oldin 2 dona aspirinni maydalab shampunga aralashtirib sochlarimizga va bosh terisiga suriladi. Bir necha daqiqa davomida ushlab turiladi. Undan keyin iliq suvda chayib olinadi. Keyin qolgan 2 dona aspirinni iliq suvda eritib, sochlarga surtilib 10 daqiqa davomida ushlab turiladi va yana iliq suvda chayib olinadi. Bu niqobimizni haftasiga 1 marotaba qo'llashimiz kifoya. Qarabsizki, doimo sochlaringizning jilovdor, silliq va sog'lom bo'lishiga erishasiz.